9-cı dalil. İlahi rəhbərlik dalili. Xiyalınızda insonni bir shaharga o'xshash cho'ng deb tasavvur qilsangiz, tomirlaringiz hech bo'lmaganda bir yo'lda kengayadi. Shu chog'da agar sizni mushu tanga kirgizib, quloqqa yoki har qanday bir a'zoga berishga buyursak, ajaba siz yo'lingizni topa olamsiz? Bir oz ilgari kirgan cho'ng bir binodan chiqish uchun chiqish eshigini topolmaydigan va o'z rayonimizdagi bir adresni tepish uchunmi o'nlagan kishidan adres so'rab yuradigan biz insonlar har qancha qilsaqmi quloqqa qat'iy yetib borolmaydik. Holbuki vujudimizga tunji qitim kirgan moddalar aqlsiz, hissiz, kuch-qudratsiz, jonsiz bo'lishlariga qaramay o'zining boradigan yo'llarini hech kimdan so'ramay turib topalaydi. Ko'zga keraklik ilmitlar ko'zga, yurakka keraklik ilmitlar yurakka boradi. Hech biri o'z yo'lidan chatnab ketmaydi. Bu yaxshi ahvol, ammo bu qanday vujudga chiqadi? Biz shunchavala aqlliq turib qilinmagan bu safarni qandoqsiga bu zarrachilar qila oladi? Bu savolning ikki javobi bor. Birinchi, bu ilmitlar intayin aqlliq bo'lg'ashqa o'z yo'lini hech kimdan so'ramasdan topa oladi. Ikkinchi, bularni Alloh taolo boshqarib, rahbarlik qilib turadi. Bularning hammasi Allohning amrida bo'lib, uning rahbarligi ostida harakat qiladi. Amdi ilohiy rahbarlik dalilining boshqa o'rnaklariga nazar tashlab boqaylik. Ko'chish fasli kelganda qushlarning boshqa yurtlarga ko'chayotganligini ko'ramiz. Hara, Buduna va Qarag'uchi qatorli qushlar 7000 kilometr yiroqlikka ko'chadi. O'ttir Yevropa lagligi bo'lsa 10000 kilometr yiroqlikka ko'chadi va har kuni 150 kilometr musofani bosadi. Jahon kezdi tevib degan nomi bor dengiz qorlig'ichi 25000 kilometr musofaga ko'chadi. To'g'ri, xato o'qimadingiz. To'liq 25000 kilometrlik bir safar. Endi monolarni o'ylab beqing. Mashinangiz bilan bir sayohatga chiqdingiz deb turayli. Sizga 25000 kilometrlik yiroqlikdagi, ya'ni dunyoning u chetidagi bir adres berildi. Siz shu yerga berishingiz kerak. Qo'lingizda xarita yo'q, kompasmi yo'q. Yo'l bo'yida ishorat taxtaylarimi yo'q. Hech kimdan yo'lni so'ramaysiz. O'zingiz eng qisqa yo'lni tepib menishingiz kerak. Bo'pti. Eng qisqa yo'ldan menishnimi shart qilmayli. Uzun yo'ldan mangsingiz mayli. Ajaba shunchavala aqlingiz va bilimingiz bilan qisqasi inson bo'lgandan keyin bu safarni tamomlab sizga berilgan adresni topa olishingiz mumkinmi? Bu qandoqmi mumkin bo'lsin? Bayam deganimizdek bir oz ilgari kirgan cho'ng bir binoning chiqish eg'izini topolmaydigan inson 25000 kilometrlik bir safarni qandoqmi tamomlay olsin? Undaqda inson tamomlayolmagan bu safarni bir dengiz qushi qandoq tamomlay oladi? Bu savol uchun faqat ikkili tanlash bor. Birinchi, yo bu qush insondanmi aqlliq, ho'shyor va iqtidorliq. Ikkinchi, yoki bu qush bu safarni o'z oldiga qilmaydi. Uningga qaysi yo'linish bo'yicha uchish ilhom qilinadi. Ilhom deganimiz bu qushlar mazkur ilohiy rahbarlikning yordamida yo'lini topa oladi deganlikdir. Sizningcha qaysi tanlash to'g'ri bo'lishi mumkin? Agar bu safarni qushning o'z oldiga qilganligini qabul qilsak, u chaqda bu qushning insondanmi aqlliq ekanligini qabul qilishimiz kerak. Chunki inson qilolmagan ishni qila olgan narsa albatta insondan aqlliq bo'lishi kerak-da. Bir o'ngkurdan bir shaparang ilinib, nur o'tkazmas bir qafasga qo'yilib, 300 kilometr yiroqlikdan qo'yib berilgan. Ondan keyin bu shaparangning o'z o'ngkuriga qaytganligi aniqlangan. Bu nuqtadami o'xshash savolni qo'yamiz. Agar bu ilohiy bir rahbarlik bo'lmasa, undaqda zodi nima? Shaparang o'z oldiga 300 kilometr yiroqlikdagi o'ngkurini qandoq topa oladi? Sizlarning ko'zinglarni bog'lab, uyinglardan 300 kilometr yiroqlikda tashlab qo'ysa, hech kimdan yo'l so'ramay, yo'l ko'rsatgich taxtaylariga qaramay, uyingizga boradigan yo'lni topa olamsiz. Yana ilgari ko'rib boqmagan bir turna qafasga solinib Italiyaga opirilgan. Ondan ko'chish fasli kelganda bo'lsa qo'yib berilgan. Keyin shu ayon bo'ptiki, bu turna eng qisqa musofa bo'yicha uchib 125 kundan keyin o'z jamiyati ko'chgan yurtga yetib borgan. Endi qushlarni qo'yib, o'zimizga bir nazar tashlaylik.
qo'limizga bir adres berilgan taqdirdimi ko'pincha hollarda boradigan gani topolmay ezib qolamiz. Hatto bir doktorxonaga kirsak, chiqish eg'izini tepishda qiynalamiz. Yana biriga yo'llardagi yo'l ishoratlarini ilib etib, bizni Istanbuldan Karsga berishga buyursa, har qancha qipmo umrimizning oxirigacha u yerga borolmagan bo'lardik. Ajaba qushlar bizdanmi aqlliqmidi yoki ularga ilhom qilinadigan biri bormidi? Demak, o'zining qushdanmi galvonroq ekanligini qabul qilgan kishilar Allohni inkor qiladi. İlahi rəhbərlik dəlilinin misallarini sanab tügetkili bo'lmaydi. Oxirida biz intayin g'alati his qiladigan va sizlarni gangirtib qo'yadigan mundaq bir hodisani naql qilish orqali bu dalil haqida deydiganlarimizni oxirlashtiramiz. Yılan biliqlarining qandoq ko'payadiganligini tadqiq qilgan Danimarklik professor Johanna Simit mundaq g'alati bir ishni bayqagan. Tuxum chiqarish vaqti kelganda ona yılan biliqlari Bermuda shayton uch bo'longi atrofidagi Saratoga oralig'i qarab yo'lga chiqib, shu yerga yetib borgandan keyin tuxum chiqarib bo'libli o'lib ketadi ekan. Tuxumlar 360 metr cho'nqurlikqa cho'kkanda chiqilib, ichidan bola yılan biliqlari chiqadi ekan. Bu bola yılan biliqlar cho'ngayib 5 sm bo'lganda yana bir qaytimliq ko'chish orqali cho'ng dengizlarga qaytadi ekan. Bu yerda odamning diqqatini eng tortadigan nuqta shuki, ona yılan biliqi qaysi dengizdan kelgan bo'lsa, bolasimi shu dengizga qaytadi ekan. Qat'iy boshqa dengizga ketib qolmaydi ekan. Agar bu safarning Allohning ilhomi bilan vujudga chiqqanligini qabul qilmasak, buni savollarga aqlga sig'adigan javoblarni tepishimiz kerak. Birinchi, ona yılan biliqlar shunchavala jafoliq, uzun ham o'zlarining o'limi bilan oxirlashadigan bu safarni nemishqa qiladi? Ikkinchi, nemishqa Saratoga oralig'i boradi va bu orolni qandoq topolaydi? Yoki ularda kompas bormi? Uchinchi, bola yılan biliqlar onasi kelgan dengizni va yo'lni qandoq biladi? To'rtinchi, bo'pti, onasi kelgan dengiznimi, yo'lnimi topolaydi deb turayli. Ammo texmi yaqinroq bir dengizga berib jinini boqmay, nemishqa oshu jafo mushaqqatlik yo'lga mangadi? Onasi kelgan dengizga qaytish uning uchun nemishqa bunchavala muhim? Bunchavala kuchli bo'lgan ona yurtini seg'inish engi ularga nadin kelgan? Biz hozirga qadar masjid saynasiga tashlab qo'yilgan bir buvoqning cho'ng bo'g'inida o'z onasining uyiga qaytganini anglab boqmadik. Bütün məxluqatlarning eng aqlliqi bo'lgan inson qilolmagan bu ishni bola yılan biliqlari qandoqmi qilolaydi?